Yangi qurilgan bino. Birinchi qavat ekan. Studiyni qilibdilar, qarang. Mana shu eshikdan kirib kelamiz. Birdaniga xonaga kiramiz. O'zi bir xonalik, qarang. 43 kvadrat joyni 3 ta xonaga bo'lgan ekanlar. Men bunaqasini hozircha birinchi marta ko'rdim. Kirib kelamiz, prixojniy nima mebellarimiz bor, o'rtada yumshoq mebel, radiator hamma xonada. Nuqonturli kotelimiz bor. Hop, mana televizor zonasi. Kirib kelganda to'g'rimizda sanuzel birlashgan va ikkita xonaga bo'lgan ekanlar, ikkita yotoqxona. Oxirgi joyni oshxona qilganlar. Ajoyib. Akvarium mana bu yoqdagi eshiklar birlashgan, to'liq kafelda. Tepamizda har ehtimolga qarshi 500 talik suv zaxirasi bor ekan. Uyimizda hamma narsa qoladimi? Texnikalarimiz bor. Kir yuvish mashina, xolodilnik, konditsioner, marhamat. Ikki kontrolli kotel ishlab turibdi dedim. Hattoki mana shu sanuzeldan ham radiatorimiz bor. Bunday qilib ko'rsatib o'tamiz mana bu yerda. Xo'p, zal mehmonxonamiz. Birdaniga shu joyga kirib kelamiz. Ikkita bolajonga yotoqxona, ana shunisi bitta gluxoy bo'lib qolgan. Xo'p. Eshiklari MDF yaxshi holatda turibdi. Aboylari ham juda yaxshi holatda. Gullari eskirgan bo'lishi mumkin. Xo'p, kattalarga yotoqxona, shkaflar va mana bu yerda kravat. Mana bu yoqda bitta oynani osib qo'ysa, ayollarga zona bo'lar ekan. Akvaplastdan qilingan birinchi qavat reshotkali temirlik reshotka qilganlar. Va oxirgi joyimiz kompaktni oshxonachamizni ko'rib o'tamiz. Mana kerakli texnika mebellar bor. Shunday ko'ramiz, yashaydigan holatda turibdi. Kompaktni oila 40-45 minglarga uy ko'rib yurgan bo'lsangiz, mana shu kvartira sizga bo'ladi. Novostroyka pishig'ishdan qilingan yangi domlar. Hamma xonalarning o'rtasi g'ishtdan bo'lingan, mana ko'rishimiz mumkin. Haligi gipsokarton bilan bo'ladigan joylari ham bor. Bularda hamma xona g'isht bilan bo'lingan ekan. Oshxona bilan kattalarning yotoqxonasiga dvorga qaralgan derazalari bor, reshotkasi bor. Birinchi qavat o'rtada joylashgan 43 kvadratlik kompakt 3 xonaga bo'lib qo'ygan ekanlar. Zudlik bilan sotiladi. 46 ming deyaptilar. Savdosi albatta bor. Zudlik bilan har doimgidek pastdagi nomerlarga aloqa chiqamiz.